Samsung yangi A36 telefonini chiqardi. Hozir sizlar bilan shuni ko'rib chiqamiz. Dizayni minimalistik uslubda qilingan, kamerani hisobga olmaganda iPhone bilan birga bir korpusi, ko'rinishi, ingichkaligi, kopiyasini o'zi. Ushlanishi ham xuddi shunaqa. Ekrani 6.6 dyum AMOLED ekran 120 Hz da, juda чувствительный. Bundan oldingi versiyalari 34, 35 li Hindistonda chiqqan edi. Bu 36 bo'lsa, Vyetnamda ishlab chiqarilgani kelyapti bizga. Bu nima degani? Protsessori Snapdragon 6 qo'yilgan, Hindistonga nisbatan kuchliroq versiyasi. Batareya, kameralarda o'zgarish yo'q. Hozirgi payt 2 xil pametda, 3 xil rangda sotuvda bor. Oq, qora, fioletli. Nima deb o'ylaysizlar? Bitta protsessori uchun telefonni sotib olishga arziydimi yo'qmi? Kommentariyada fikringizni yozib qoldiring.